أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد المرسلين وإمام المجاهدين وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الفصل السابع لماذا يحاربون يعني شو yuqoridagi bablarda urush qiysak buludu deb qaralgan shu qavmlar nima uchun urush qilinadi sababi nima yoki nimani maqsad qilib urush qilinmas demakchi urushdan maqsad nima فأما لماذا يحاربون فاتفق المسلمون على أن المقصود بالمحاربة لأهل الكتاب ما عدا أهل الكتاب من قريش ونصارى العرب هو أحد أمرين بارلıq Müslümanlar ittifaqıda deydi Qurayşlik ahli kitapdan başqa, Arablarning ahli kitaplardan başqa millatlarning ahli kitaplari bular qarta urush qilishdan maqsad ikki ishning biri. Ya islomga kirgizish yoki jizya to'latish. Demak, shular qarta urush qilgan taqdirda mush ikki maqsad ko'zilindi deydi. Ahli kitapdan shunda. Jimtuqoqni o'zimiz olib bormaymiz. Ya'ni shunga kuch yetgan taqdirda. Ahli kitapninki buning alohida xususiyati bor. Ola Allah'ın tanıyınmaz, peygamber, kitap degan narsani bildiganlar. Bu yerda hozir cho'qim shuni o'ttirishing kerak, yo'qotishing kerak demadi. Ya islom hokimiyati ostida fuqaro qilib, islom bayroqi ostida yashaydi yoki islomga kirdi. Chunki ahli kitoblar bular ilgariki payg'ambarlarga iymon etdik deganlar. Ilgari kitoblar ishonganlar. Shu kitoblarda Rasulullohninki tarifi shu Rasulullohga iymon etish tavsiya qilingan. Bular shuni biz e'tirof qilamiz deb turgan bo'g'achqa ma'qulni qabul qilamiz degan. Quraysh ahli kitoblar bilan nazar arab dedi. Buni qayd qilish ham boshqa arablar. Buningda ixtilof bo'lishi mumkin. Ha? Arabning ichidagi mushu xristianlar qarta ixtilof bo'lishi mumkin. Bu balki u jizya ilinmaydi bo'ldi, cho'qim ya musulmonda ya qirg'itimiz degan bo'lishi mumkin. Ba'zilarcha unda ijmo bo'lmanikin, ijmo bayoni bir bekitib qo'yamiz hozir. Ya'ni ittifoq kelgan, ya'ni bir deb qo'ymoqchi. Nasoralar arab kelsak, buni qanday qilamiz desa, ba'zi unda deb qo'ydi, ba'zi bunda deb qo'ydi. Ittifoq yo'q. Qurayshdan bo'lgan ahli kitobcha, unda ittifoq yo'q. Balki ya musulmon bo'ladi ya o'ttirmiz buni deyish mumkin. Jizya qabul qilmaymiz deyish mumkin. Men misrlik ma nima nasoralar arab kirmaydi bular. Ya bular boshqa qavmdan bo'lgan xristianlar kirdi. Qibtiylar emasmi? Asli Misr millati bor, Misrning millati. Bundan jizya ilinmaydi deyikna. Jizya berib yashab kelganlar o'shalar. Ma yaqinda islom davlati bo'lmag'achqa, bundan jizyalash to'xtab qolgan. Bo'lmasa shu Hazrat Amr ibn Lasning zamonidan tortib jizya olib kelgan. Hatta musulmon bo'lsa, jizya to'lashdan o'zini qochirish uchun musulmon bo'ldim deb siz uni qabul qilmay turgan ahvol bo'lib, Hazrat Umar bo'lig'i qaygan ahvol o'z zamonida. Ben Müslüman oldum desa qabul qilib jizyalashni to'xtatgan gap. Lekin endi vali bu chiq pulchisi oldi, bajni chiqsa oldi degandek nima bilan ba'zida bu ishni sal to'sqinlik qilishi mumkin. Hammada musulmon bo'lgan pul chimaydi degandek-ku. Boshqa narsani ko'zlaydigan vali bo'lib qolsa-da. Demak, bu yerda oyat aniq buni. Liqawlihi ta'ala qatilul ladina la yu'minuna billahi va la bil yawmil akhir va la yuharrimuna ma harramallohu va rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Ayet iniq. Bu buyruğumda. Bunundan da sizler uruşsa uruşmalı olmasa karamamızın demedi. Ama ولا يدينون دين الحق haq dinge ergeşmeydigan demekçi. Hatta yu'tul jizyata an yedi ve hum sagirun. Sagirun degan aşına xar holatda, zalil holatda, an yedin degan balki o'z qo'li bilan topshirmoqchi degan bo'lishi mumkin. Yoki boshqacha tafsirli bo'lishi mumkin. La yu'minuna billahi va bil yawmil akhir degan ahli kitobda nasoralar ko'rsatdi ya boshqa. Yo'q, minalladina utul kitob demasmi? Shu ahli kitobni ko'rsatdi. Xuddi ularni shu ahli kitobdan bo'lgan mushalarni haqiqiy oxirat, rasul va Allohga haqiqiy ishonmaydigandek. Iymonda masala bor bu. Shunda demakchi. Millatda ular oxirat kuniga ishonimiz deydi, Alloh ishimiz deydi, kitob ishimiz deydi. Lekin ular iymoni rus bo'lmag'achqa urushga buyurilgan. Shoma yana minalladin utul kitob deb qaytib qo'yganligi yoda boshqa hokazo mushriklarni chiqarib o'tish. Va saniyilni masalan butparastlarni chiqarib o'tish deb. Shuni ko'rib bo'lganlar imom Shafi'ning ijdodidagi kufr bo'lgan cho'qim urishimizda bir qattiq qanday ijdod. Ha. U odam masalan oyatni qarab
ajın demiş bunda katı turağım. Ma'lum ahli kitap xas edi. Ahli kitapga jizelish var. Ha, bu ish bo'lmasa azroq bunda musulmonlarga yaqinroq bo'lgan ekan bu ma'qul jizelib bular tutdi deymiz, lekin boshqa vasaniylar bo'lsa unda jizelish yo'q, urush kerak deydi. Aniyadin degani yana to'liq g'olib kelgan holatda, ularni har qilgan holatda bunda e'lon degan bo'lishi mumkin. Degan so'z. An quvva masalan. Degan quvvani bildirdi-ku. Yoki o'zi o'z qo'li bilan akilib topshirdi. Odatimda bajni topshirishda unda xizmatchisi biz ivayat qo'yib topshirish va lekin o'zi kelib topshirsa u texmi xarliqni bildirdi-ku. O'zi topshirish kerak degan ma'lumot chiqishi mumkin. O'z qo'li bilan, o'z qo'li bilan kelibdi deymiz-ku. O'z qo'li bilan degan ma'lumot chiqishi mumkin. وكذلك اتفق عامة الفقهاء على أخذها من المجوس لقوله صلى الله عليه وسلم. يعني köpçülük fuqahalar muş jizyeni mecusilardan elini doğu deb qaradi. Buna ittifoq deydi. Li qawlihi sallallohu alayhi vasallam sunnu bihim sunnat ahli kitab. Ularga ahli kitobning muomalasini qilinglar degan hadisga asosan. Mecus degan atashparastlar, saradash dini. Bunda mecuslar zat ahli kitobmi, ahli kitob emasmi degan nimada dinshunos İslam alimlari işte ixtilof bor. Ba'zi olimlar bu ahli kitobda deb qaraydi. Ahli kitobda buni ma'lum bir ishda bo'lib, buni kitobi ko'tarilib ketgan. Ya'ni shu podshosi o'zining qizini to'y qilmoqchi bo'lib, mo'yinda bir ish bo'lib ko'tarilib ketgan. Aslida bu bir payg'ambarga agishmagan o'zining kitobi bor bir qavmda. Keyin ma'lum sababdan buni kitobi ko'tarilib, unutilib, endi agar bu azg'un yo'lga kirib ketganlikda yani tiga ahli kitobda bulunan deb qaragan olimlar, mesela İbn Hazm'dek olimlar. Sabildimmi ba'zilar shunda deb qaragan. Shunga ham ahli kitobning muomalasi qilinglar deganga asosan uldimmi jizya ilish bor. Ya'ni uni ahli kitob qatori ketib o'tmas. Bu qarashni Qur'on Karimdagi ba'zi oyatlarni kuchlantirdi va imman ummatin illa khala fiha nadir. Har qanday bir millat bo'lsa, unda cho'qim ogohlantiruvchi payg'ambar batda o'tganda degan. Demek musulmonlar shunda payg'ambar bo'lib shu diyonatdan qolib qolgan, shu islom diyonatining burmulangan bir shakli bo'lishi mumkin. Shuni qaldiqlab keyin unutilib, boshqa bir nimaga aylanib qolgan. Shu chaqda unda musulmonlarga tutash bo'lgan qavmlardan shu majuslar o'tdi. Buddalar yaqin emas masalan, boshqalar yaqin emasdi. Shunga bu hadis mishal kelgan. Vaqtalafu fima siwa ahli kitob min al-mushrikin. Hamda ahli kitobdan boshqa ahli kitap mı müşrikler hamda. Çünkü bunun odatda shirk keltirgan taraflari bor. Lekin ba'zi ahkamlarda bunun farqi bo'lg'achqa, buni ahli kitap deb umum müşriklardan bir alayda bir qaragan tarafı bo'lg'achqa, mush tarafdan ayrildi. Ammo amaliyotda bu ishrak jinoyati bor bo'ldi. Ana ahli kitobdan boshqa müşriklar mesela şu Afrika'da nurg'un har xil narsaga cho'qindiganlar bor. Hindistonda kalaga cho'qindigan va kaza nurg'un narsaga ibodat qilganlar bor. Shunami Alloh ishimiz deb turib nurg'un narsaga shirk qilganlar bor. Hal tuqbalu minhumul jizyamla. Uldan jizya qabul qilinamdi, qilinmadi. Jizya to'laylar biz. Sening davlatingni fuqaro bo'lib yashaylar deb tursa, qabul qilamdi, qilinmadi. Faqala qawmun tu'khadul jizya min kulli mushrik. Bir guruh olimlar qanday mushrik bo'lsa, jizya qabul qilavermaydi debdi. Ve bihi qala Malik vel Auza'i deydi. İmam Auza'i mu billik. İmam Malik ve Auza'i müşriklerin bazı jizyani elivermez debdi. Ve kavmun istathnau min zalika müşrikiyyel Arab. Yani bir grup alimlar bu İmam Şafii, Ebu Thawr, İmam Ahmed'dan bir rivayet etken, bular Arab müşrikleri bunun sırtında, onundan başqalardan alamaz debdi. Arab müşriklerin jizya to'laydi desem onu unutmaymiz. Kesedan. Bunu dalilleri gözetmek doğal. Hiç Arap'ın Arap koyu diyenler düşünmüyorsun. Arap'ın arashda bu olimlar, mesela İmam Ebu Hanife mi Arap'ın nimasi qarta endi qattiq qaraydi. Bular Qur'on Karim Arab tilida nazil bo'lgan. Bu Qur'on Karimning balog'at, fasohat tarafdan mo'jizligini bular hammasi tushunib yetadi. Anda Rasulullohning o'sha mo'jizalaridan boshqa nurg'un nimalarni ko'z bilan ko'rgan bular. Hiç bo'lmasa ko'z bilan ko'rgan darajada anglagan. Unda olganikin bo'ldim zodi. Haq aniq bunda isbotlanib bo'lgan holatda unmay turgan, kezishib turgan bo'lg'achqa boshqa narsa qabul qilmaydi. Ya musulmon bo'ldi, ya kallas kesildi deb unda qaraydi. O'sha arabligiga nisbatan bular buni xas qilib, arabni bu umumlikdan chiqarib olgan.
Araplar bunun sırtıda. Bunu bu hadisden dalil qilgan emas, shu o'zlari ijtihod qilib qaragan narsa. Ya hadismi nimasi bor? Chunki Rasululloh Arablardan jizya olmagan. Arablardan jizya olmagan Rasul. Ama ayetning tushgan jizya to'g'ri shu ahli kitob shu Yahud Nasaraning temizda bo'lgan. Ha, ahli kitob tushgan. Islom davlati ashulni o'zidan puxras ko'rib, har qanday nimadan xim xatardan uni qo'g'daydi. Shu qo'g'dash qarta bag'am bir bajamdi bu. Demak, Arab mushriklarni bular ayirib chiqaryapti deydi. Wa qala Shafi'i va Abu Thawr va jamaa la tu'khadhu illa min ahli kitob wal majus. Demak, o'sha va qavmun istisno degani o'sha Abu Hanifaning qarashi bu. Imom Ahmaddan bir rivoyat. Imom Abu Hanifa shunda qattiq qaragan. Bu Arablardan zodi ya islomga kirish bo'lmasa bo'yinni chepish ikkining bir islom bor. Endi la ikraha fid din degan oyatni u boshqa tahlil qilishi mumkin. Endi Imom Shafi'i, Abu Thawr va bir guruh olimlar bunda qarabdi. La tu'khadhu illa min ahli kitob wal majus. Ahli kitob, majus shulardan ham olamiz. Ahli kitobning oyati keldi ahli kitobda. Majus deb sunnat keldi. Mushlam hisob debdi. Va sababu fi ixtilafihim muaradatul umum lil khusus. Bu yerda umum bilan xusus bir-biriga zid kelib qolgandek ahvol bor. Umum bo'lsa faqawluhu ta'ala va qatiluhum hatta la takuna fitnatun va yakuna ad-din kulluhu lillah. Bu yerda qatiluhum umum bir buyruq. Wa qawluhu alayhissalatu wassalam umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Uqatila an-nas deb umum dedi. Bu ikkisi masalan bir oyat bilan bir hadisga umumliq. Xusus qaysi esa faqulu li umara saraya alladina kana yab'athum ila mushrikiyil arab. Arab mushriklar evatgan ash qo'shinning qo'mondonlariga degan so'zlari. Mesela o'tganda Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda keldi-ku. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ودعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفي والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية. Arab mushriklarga ibatgan qo'shinning qo'mondoniga islom qilmasa o'sha jizya to'lash chaqirgan dedi. Demak, jizya to'lash chaqirish ba'da mana Arab mushriklar qartan demakchi. Ve ma'lumun annahum kanu ghayra ahli kitab. Arab mushriklar odatda ahli kitob emasdi bular. Fa idza laqita aduwaka fad'uhum ila thalath khisal degan shu. Fa zakara al-jizya fiha yuqra biz o'qadis shu. Imom Muslim rivoyat qilgan. Wa qad taqaddama al-hadith. Faman ra'a أن العموم إذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ له. Başta xusus kelib, keyin umum kelgan bo'lsa, u xususni amaldan qoldiruvdi deb qarasa, ahli kitobdan boshqa mushriklardan jizya qabul qilmaydi deb qaradi. لأن الآية الآمرة بقتالهم على العموم هي متأخرة عن ذلك الحديث. Chunki umum yuzlik urushga buyurgan oyatlar ma hadisdan keyin kelgan deydi. Qanday? وذلك أن الأمر بقتال المشركين عامة هو في سورة براءة. مشركين umum yuzlik urush qilish sura Bara'ada keldi. Vaqtuluhum haythu wajadtumuhum degandek mesela. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. وذلك عام الفتح. Bu Mekke fethi bo'lgan yili. وذلك الحديث إنما هو قبل الفتح بدليل دعائهم فيه للهجرة. Madisda hijrat qilish to'g'riliq manda bir gap so'z bo'lgan ekan, bu Makka fathi bo'lishdan ilgirki ish deb qaraymiz. Chunki la hijra ba'da al-fath. Fad'uhum ila tahawul ila dar. Bu balki hamda ma tahlil to'g'ri hamda. Wa man ra'a anna al-umum yubna 'ala al-khusus taqaddama aw ta'akhkhara aw juhila at-taqaddum wa at-ta'akhkhur baynahuma. Ba'zilar umumni biz xususga bo'ysundirib tushunmaymiz deb qaradi. O qas ilgiri olsun, keyin olsun yoki ilgiri keliki noma'lum bo'lsin. Bunda deb qaraganlarda qala tuqbal jizya min jami'il mushrikin. Mushriklarning hammasidan jizya qabul qilindi. Urush qilish degani urush qilishni bildirdi.
Ama urush qilib ma'qul bo'lar. Urush qilgandan keyin jizya to'laymiz deb qolsa, majlis bo'yicha jizyani qabul qil degan bo'ldi. Ikkisi bunda tan amal qilamiz demoqchi. Wa amma takhsis ahli-kitob min sa'iril mushrikin. Hamda nima uchun umum mushriklardan, ahli-kitob mushriklar qatoridan aslida. Lekin buni ahli-kitobni umum mushrikning qatoridan qanday chiqarib o'tmaymiz desa, bu bittifaq. Hamma olimlar birdek buni ittifoq qilgan. Ahli-kitob bunda ayrim deb chiqardi. Qawluhu ta'ala minallazina utul kitaba hatta yutul zitayadi va musag'un. Minallazina utul kitaba degan so'z ya. Mush dalilamda. Wa sayati al-qawlu fil jizya wa ahkamiha fil jumlati ath-thaniyati min hadha al-kitab. Mush kitab al-jihadning ikkinchi babida jizya va uning munosabatlik ahkamlar to'g'riliq to'xtalib o'tamiz deydi. Fa hadihi hiya arkanul harb. Demak bu yuqorqilar urushga munosabatlik asos to'xtalib o'tgan masala shu deydi. Yani limaza yuharabun dedi, uningda ilgari adadillazina la yajuzul firar anhum dedi, muhadana shartul harb ma yajuz minan nikaya kimlar ular urush qilamiz jihatning hukmi degandek narsalar mushu mana arkanul harb mushu. Wa mimma yata'allaqu bi hadhihi al-jumla min al-masail al-mashhura amda mushu yuqorida o'tgan masalaga chetishlik eng mashhur masalalardan tuandikilar bor. An-nahyu anis safar bil Qur'an ila ardil adu. Dushmanning zeminiga Qur'on Karimni, mush kitob shaklidagi Qur'on Karim demakchi, mushafni demakchi. Elib safar qilishdan cheklanganlik masalasi. Wa ammatul fuqaha ala anna dalika ghayru jaizun li thubut dalika an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullahning muttafaqun alayhi hadisida Malik an Nafi' an Ibn Umar radhiyallohu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yusafara bil Qur'ani ila ardil adu degan hadis kelganda muttafaqun alayhi. Yani bir rivoyatda makhafatan yanal lahul adu debdi. Demak bu yerda dushmanning qo'liga tushib qolsa Qur'on Karim buni haqoratlaydi. Qur'on Karim haqorat qilmasin degan shu illat bor demakchi. Urushayotgan holatda dushmanning sepi bor tarafga ilib kirish masalasi. Demak endi Qur'on deyishdan mush Qur'on Karim maqsad qilindi. Yani Qur'on Karimning muqobiga ilinmagan holatda bo'lsa, shu chog'dagi bir necha sayfilga masalan ko'p qismi jiqroq bir oyatlar jug'langan bir narsani unda ilib berish cheklangan. Ammo masalan bir oyat kafir xat yozishda, bunda bir oyat nima qilish ma'vo cheklanmagan. Shunga Rasululloh Qaysarga xat yozgan chog'da qul ya ahlul kitob ma ta'ala ila kalimatin sawa degan oyatni yozgan. Shuni meni evatgan. Shu oyat shu kafirning qo'liga tushgan. Demak, bu yerda Qur'on degan maqsad Qur'on digildigan bir para, 5-10 paramda bir to'planganni demakchi. Bir oyat emas. Wa ammatul fuqaha ala anna dalika ghayru jazin li thubut dalika an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana sayyidis bu thubut degan mishada sayyidisni. Sayyidis ma kitobda thubutdan maqsad Buxoriy, Muslim ya ikkisining birida kelgan. Mush kitobning istilohi. Demak bu muttafaqun alayhi hadis. Wa qala Abu Hanifa yajuzu dhalik idha kana fil asakir al ma'muna. Imam Abu Hanifa bunun da illat nimada xarilinib qolmaslik degan bir illat vardı. Lekin xotirjam, yani dushmanlarni bo'ziga tortilib xarilab nima qiladigan holat emas. U musulmonlar u nimaga tutqizib qo'ymaydigan holatda kuchva bir qo'shin olib qolsa, u dushmanning diyoriga Qur'onni ilib safar qilib bo'lardi degan. Yana hamda xarilindigan holat o'zi bo'lmaydi demakchi Abu Hanifa. Yani o'xshash. Hozirgi zamonda bu ahamiyat band Qur'on. Bu qarlaymiz qolgancha alalaydi. Qo'lga tushiradigan ahamiyat band. Masalan kirib bütün davlatlarning unda ardil adu deb bunda sanab ketkilinmaydi. Urushayotgan holat tikilni demakchi. Musulmonlar urushyapti. Masalan chechenlar Rasululloh urushdi. Urushayotgan holatda Qur'onni ilib dushmanning safiga chiqsang, u siniq basmada bilan tutish yerda. Qur'on kelsa, Qur'onga Guantanamo'da qanday sip qo'ydi. Bunda xarlaydi degan. Ama normalde mesela sen London şehri içigen, mesela ya Paris uçken, ya sen tutup bilan o Kur'an'ı tatılıp bilan bu yerde onda noktada şu yok. Fakat düşmanlık kıldıgan zaten. Aşında bir uğraşıvatkan ahvaldaki gap var. Ve sebebi fi ihtilafihim hel nehyu amun urida bihil am
Yani bir yerde çekleme veya talashlarning sebebi bu çekleme zaten umumyüzlük mü deydi. Ya ki umumyüzlük şekilde ko'ransimi xas narsa ko'z tutilgan mı demek. Yani amun urida bil am degene bu musulmonlar kuchli holatda bo'lsin, ojiz holatda bo'lsin, qanday ahvolda zot dushmanning tarafiga sen Qur'on olib borsang bo'lmaydi degan maqsad qilamdi. Yoki sen musulmonlik kuchli holatda bo'lsa, sendan tatib olmaydigan Qur'onni, xarlayolmaydigan holatda bo'lsa, bu chaqda ilib borsang bo'lamdi. Ya'ni bu xas maqsad qilinamdi demakchi. Mushriklar qatoriga shu kafir, shu ateistlarni kirib ketadi. Demek bir adam da amun urida bihil am degene bu lafz mesela mush ahval umum keldi ama bundan umum ahval ko'z tutilgan bo'lsa umum ahval qaysi musulmonlar ojiz bo'lsin, kuchli bo'lsin. Mesela 10 ming kishilik qo'shin dushman safiga kirsa bu kuchli holat chirdi-ku. Bunun qaysi Qur'on ilmmangiz bo'lmaydi degan gapmi? Yoki musulmonlar ojiz holatda bo'lib qolsa, endi ilm bo'lmasin degan xas narsa maqsad qilinganmi demak. Demek ki Ebu Hanife'ninki karışı musulmonlar kuchli holatda yani shu Qur'on xarqlanmaydigan holatda safar qilib bo'ldi degani İmam Buxoriymi shuni tarjih qilib kelgan. Am urida bihil xas. Amun urida bihil xas. Demek miyadi illat ina maxafata an yanaluhu al-adu dedi. İllat ina qo'ygandan keyin al-hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman. Endi bu xarlanish masalasi. Endi xarlanmaydi ekan. Hozir xarlanmaydi ba'zi holda. O bu deyli. O xarlanmaydigan bo'lsa, islom tashviqotini xohlagancha qilib olsan. İslam teşvikatı aslen o dinning zamış urush qilish va gazamışning hammasi nima edi? Shu Allohning dini yetkazishga iboratdi. Undan keyin sharoit fursat bo'lib qolsan, shuni yetishicha tashviq qilib olmamsa dinni. Hozir yadim ko'zlagan masala ayni haqoratlab qo'ydigan shundoq bir dushmanning qo'liga tushib qolish ehtimoli bor va holat bo'lsa sen u yerga hatto Qur'onni olmagan emas. Bundan o'tmishdi. Qur'onni ochib Qur'onga siyib qo'ydi-ku. Amerikan davlat ishida olgan bo'lsa, normal holda Amerikada Qur'onni besib taqtilgan har kitobxonlarning hozir. Ashunda o'ringa, unda xarilib ehtimoli bor o'ringa olmadi. El-jumlatu thaniyatu wal qawlul muhitu bi usul hadhihi al-jumla. İkinci babı, kitab al-cihatning ikinci babı. Bu bab münasebetlik asaslık meselelerden 7 babga ayırış mümkün bu meselelerden. Birinci hukmul khums. Ganimetning 5'ten 1'ning hukmi nima? Ganimetni biz 5 bölümüz ekan. Fa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli. Demek 5 bölümüz 5'ten 1 yani 20% bunun hukmi nima? Bunu qanday bir taraf qilamiz demek. Biz yuqorida dastlabda cihatning hukmidan başladik shuni ama kitapta tafsiri bayon qilinadigan ba'zi masalalarning shu mashhur oyat hadisga chetishlik bo'lgan masalalarning bayon qilingan bo'g'izqa namuna xarakterli masalalar bayon qilindi. Bundan shu kitobdagi shu ahkomni masalalarni o'qish orqali tushunib olgan ma'lumot bu masalalarni kalingizga kelgan masalalarni oydinlashtirib beradi. Masalan, jihatning odatdagi hukmi nimasi ya mustahab ya farz kifoya deydi-ku. Bu jihatni oydinlashtirib berdi. Demek ki şu alimlar o'tirda şu bayon qilib o'tgan masalalarda na'dinarchi ixtilof bo'lganligini tushunib qo'yishdan iborat bu kitob maqsad. Bundaki aldığımız elmas meseleler üstüne şeyleri qaytib. Albatta bu cihat meselelerini aniq aydınlaştırış uchun taxmin cho'nqurlar izlanish kerak. Mesela hech bo'lmasa maxsus yozilgan kitoblardan birishkini o'qib qo'yish kerak. Uningdan taxmin atrofli ochiq ma'lumot chiqadi. Şeyh G'azalining bir nimasi kalomida ta'sir qilgan. Bu Qur'on cihatni musulmonlar payg'ambar vaqtida chiqinglar deb boshlandisa, cihat qiladiganlarning nimasiga farz kifoya shubhasizlarimiz bilib chiqdi, o'zining ma'lumotini ilib. Hozir uni o umum xalqqa cihat unda farz olmaydi. Davlat shu davlatning askarlari bor. Ashuni yetishtirib, shu yetishtirgan ashadanning farzandi. Unda nimadanning farz deb qo'ysak, ayanda tez chiniqqan o'rgangan askarlarga ketmang ko'tarib ya mo'zlazlik qilayotgan, sepon qilayotgan odamni guldirib chiqqanda başlansa ishimga yaramaydi. Shuna farz kifoya degan gap shu. Davlatning askari shu ashishni qilib kifoya yetarli holatda majburan ado qilayotgandan keyin hammadan chiqarish kerak emas senga. Agar o'lim aqli yetishmay, bu tankilanmay qolsa, andin xalq urra deb chiqish kerak. Nimada shuna deydi, siz degandek fiqh muqorinda kulyaniga.
Şunun için de eğer bir devletine bir sıvasa, şunun askerleri şunun karıştırılanlarını tenkilemese, uçakta aşılmış şu yerdeki halk yetti. Farda aynı oldu şu çağ. Bütünle çıkış gerek. Peki tenkilerden boz yani farda kifaya yani. Tenkilerse kağılı çıkıldı. Hatta askerliğe nispeten mi şunda? Mesela burada 1 milyon asker varken bu 1 milyon askerin 200 ming'a tetep aşağıda hem işini el kılalardan düşman yandıralar olsa hem bu 800 ming'tan yugurib berilish kerak emas. Yo, mush ahkamlar zada muhim ahkamlar. Mushuni nima qilsak boshqa jiq ishlar oydinlashib ketadi. Mush farz kifaya, farz ayn degandek masalalar. Namazdan şu taharatın başlıktan beri bu cihatını kaçan sözleysizler, kaçan emri şu o. Xalqning mollamni sökesh, o xalqning unda ayblanishi cheki yo'q uning. Anda deydi ayplaydi. Ha, sen jangvar mollam bo'lib chiqding. Jihadni so'zlasam, tutib turdi shular. Aşı deganlar. Ha, tutib turdi, jihad chiqinglar deb chaqirsang chiqmaydi. G'it qismamda yig'ilmi shu. U odamning unda mollamlar deb ayblashga qat'iy parvo qilmas kerak. Mollamlar bizni manda deb ayplaydi, manda deb qoladi deb uningga asosan ish tutmay, o'zi to'g'ri deb qaragan, haq deb qaragan odamni yig'irish kerak. Bo'lmasa, avam xalq ashulasini boshqarib mangdan bo'lib qoldi. Nega qarshi shu yerga mangsa? Mamanda deb qoldi. Ana u xalqning kelmasa ittijohatlari necha yanza. Ana man rozi qilasan, avo aypil qildi. Ana rozi qilasan. Shu Allohni rozi qil, xalq rozi bo'lsin, bo'lmasin mayli. Aşında diyenler mağdur. Aşu hemmesi hürmetlaydigan mollamdan biz çıkıp ve aytganın imam çıkamdı ya başka yanımız çıkamdı ya ki hazır turmada yatkan jangvar alimdim biz olsa maqamda hazır aytganın ya yanın imamlarını bu münafık mollamdı son. Mücahid mollamdan biz çıkıp mınladı çıkamdı çıkmaydı mümkün emas çıkmaydı bu mollam. Doğru sen mollamla yaşam to'g'ramaz. Bizning sharoitimizda ham bizning qavmga nisbatan zulmlar qilganmiz. Ammo shunday holat mesela buni muomalasini islom dinida mesela musulmonlar shu javoblarni biz ham bu nechindi mesela qadab fuqarolar shunday kitoblar bilan o'rganib shuni yo'qotib qila olamiz yoki boshqa bir cho'ng adallarda ilm olib. Biz mesela shunday kitobni o'qib, ma'lum bir narsani tushunmaymiz. Undan keyin ondan bak tushunamay qolgan, to'xtalib qolgan, ya olib qolsa, unda cho'ng olimdan so'rab oydinlashtiramiz. Ular shu jutning ahvolini obdan aniq bilib turib, javob bersa shu hisob. Aniq bilmay, eksperт javob berib qolsa, chunki mening ahvolimni bilib bo'lmaydigan ahvol bor. Ba'zi olimlar bildi, ba'zi bilmaydi. Unda ahvol qolsa, bizning jutimiz turayotgan, biz hurmatlaydigan, ilmiga ishonch qiladigan olimlar bir narsa deb bersa, shuni qilamiz. Burun mesela Batı Muhammed Mahsum'un damollam deyilgan adam vardı. Şunun nimasi bo'yicha mantda kishilar. Shunday kishilarning yo'l yo'riqi bo'yicha mangan gap. Biz kitobni kelimani o'qiylar, o'qisak ba'zi savollar o'zidan oydinlashib ketishi mumkin. Va shu dushmanga zarba berish masalasida masalan mol-mulk olsun, jon, tanlarga qarta qanchalik zarba berish masalasi bumi jiqnasini oydinlashtirdi masalan. Baka munosib ko'ydirib chiqib cho'tish masalasi degandek. O'ljalash, islom chaqiriqi shart emas, qanchalik sonning qaysi ruxsat, belki va ruxsat ham bu, ha? Qaşmay azimani tutgan bo'lsa, balki uning tarafi bor. Tezlik kelishimi tuzishmasin deb o'tdik. Endi hozir so'zlab o'tgan bab ahli kitoblarga qarta urush etishda nimani maqsad qilamiz? Ya islom dinini kirgizish yoki jizyalashdan iborat deb buni bayon qildi. Endi hozirgi ikkinchi bab g'animatga munosabat masala. G'animatning unda 5dan birini qanday tasarruf qilamiz? Mana nima so'zlabdi? Shu Quraysh kafirlarini qanaqa qilishimiz so'zlabdi? Ha, Quraysh kafirlarni shu baytindilg'a shunda dedi. Ha, bir guruh hamma mushriklar o'xshash dedi masalan. Mushuning ichida Quraysh kafirlarning gapini bildi katta. Dil bayon qilib o'tgan bo'ldi. Endi g'animatning 5dan birini menda tasarruf qilamiz. Qolgan 5ta 4 qismini menda tasarruf qilamiz demoqchi. Uchinchisi hukmul anfal. Anfal degani shu g'animat bo'ladi, lekin menda anfal deb ayrim kelsa, bu har bir jangchining nasibasidan boshqa qo'mondan uliga mukofot tariqasida birdigan tartiq. Chunki nafl degan ziyod degan bo'ldi odatda. Chunki salat nafila deymiz. Nafl namoz farzdan ortiq demakchi.
الرابع في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار mana. Kafirlarning qo'lida musulmonlardan tatib olgan bular. Musulmonlarning mol-mulki uchrab qolsa, buni hukmi nima? Masalan, bir boyning nimasini tatib olibdi deylar. Bir boyningki zaminni, buningki mol-mulkini bu nimada yer islohotida yoki masalan, yoki unda jang orqali tatib olibdi. Tatib olgandan keyin musulmonlar bu zaminni qo'lga tushirdi. Qo'lga tushirgandan bu zamin asli egisi olgan musulmonga hamasini zaminni alama o'zingnikin dimdo yoki oltin kumushlarni ya bu burun qilmadan tutun munosib uzilib qoldi. Yangidan endi biz dushmandan o'ljolab hamma nimalarga taqib turamdi. Buni aytmang. Al-khamis fi hukm al-aradin. Ziminlar qandaq? Mesela ganimet degan qo'yamag'acha olgan o'ljilikda. Ziminlar bu ganimet dairasida, lekin bu manqul, g'ayrimanqul deb ikkiga ayirsak, ziminni yo'tkab o'tkazib olmaydigan, boshqa butun narsani yo'tkazib oladigan. Hozir odat mol-mulkni ikkiga bo'ldi-ku. Manqul, g'ayrimanqul deb. Uyg'urchadan nima aytadi ekan? Muqim nimalar bilan ko'chimni qilgan bo'lar. Ya, shunda deb ayirish mumkin. As-sadis fi hukm al-fay. Oltinchisi fayning hukmi. Biz fayni g'animat bilan farqlandirgan. G'animat jihad orqali, jang qilish orqali kafirlardan majbur tortib olingan o'ljitdi. Endi fay degan jang qilmay, urushmay kafirlar tomonidan qo'lga tushgan mol-mulk. Bu bir g'animat endi, lekin endi jang qilmay adatiy sulh tuzganlikdan ular to'lam to'laydigan bo'ldi. Ya jizya yoki masalan musulmondan bir qo'qab biqindolab yashash uchun to'laydi ekan. Shunga jiqnasi shirkdan bo'ladi. Fay degan fay degan qaytish degan. Musulmonning qo'liga qaytib kelgan mol deganda. As-sabi'u fi ahkamil jizya. 7-si jizyaning ahkami. Jizya shu fayning bir qismi. Wal mal alladhi yu'khadhu minhum ala tariq sulh. Demak, shu sulh qilib ulardan oladigan mol-mulk. Ya'ni bu jizya bilan sulh qilib oladigan mol-mulk shu fayning bir qismi. Endi bu fayning qatorida masalan, uning tijoratchilarda olgan bajli var. Masalan, musulmon davlatda ishib tijorat qilib keladigan lo'si olgan bajmo shu fay qatorida sirdi. Ashurlimi, xaraj ya ashur degandek narsalmi, shu kafirlarning nisbatan olgan bo'lsa, fay bo'lib ketadi. Demak, bu jiq pul hamda bu, jiq mol-mulk. Al-fasl awwal fi hukmi xumus al-ghanima. Birinchi fasl g'animatning 5dan 1ning hukmi. Ham g'animatni aslida bir o'ldishgan bo'lsa Rasululloh qanday qildi? Taqsim qilib birdi. O'zi bir taraf qildi buni. Lekin Badr urushi bo'lgan chaqda u kafirlardan 70 atrofida o'ldirildi, 70 tak asir olindi, nurg'un mol-mulk o'ljalindi. O'ljalgan chaqda sahabalar o'zaro sal ixtilof bo'lib qoldi. Shu g'animatni qanday bir taraf qilish to'g'ri. Ba'zi masalan men 2 asirni tutib keldim dedi. Ba'zi men shuni o'tdim dedi. Endi o'tamiga asir olmagan musulmonlar bor. Qaniki andin bu qo'shinninki az bir qismilar g'animat tegadigan, boshqalar tegmaydi bu joqda. Andikan bu yerdan Madinaga kelgan muhojirlar bu butun mol-mulkini tashlab shunda olib ketgan. Davonkin bu yerda bir xil igizpaslik bo'lib, talash-tarish bo'lib qo'pgan chaqda andin Alloh taolo oyatni tushirib bir taraf qilishni Alloh taolo o'zi bekitgan. Shunga sahabaning vadim nisam rivoyat qilgan nimada bizning axloqimiz nacharlashib, talash-tarish qilgandan keyin Alloh taolo bizning qo'limizdan biz taraf qilish huquqini ta'tilib o'zi biz taraf qilib o'tgan. Taban g'alaman nima g'animtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu deb oyat tushgan. Baş sahabelik aşıntılar 101 imanı ve hamma narsa atab sınaqda o'tgan odamlar mal bilan kelganda talishib qolgandiki, axloqsiz bo'lgandiki, keyingi hozirgidagi sharoitlarga biror qo'shnilar bir odamning ularning buzishi azallik etganda. Albatta, shu sahabalar mu'zimindagi eng katta, eng pak, eng isl avliyolikdan bo'ldi. Lekin farishta emas-da. Farishta emas bo'lgandan keyin bo'ldi ancha-muncha shunda mol-mulk masalasida nima bo'lib turdi insonchilar. Andan ba'zi bak erib ketsa, farishtadan bo'lsa zo'lab ketgan Alloh. Demak, bizlar ham shuni ulgu tutmaymiz. Iloji borda shunday bulashga tirishib boqamiz. Lekin oldimi shunda bir nima bo'lgan ekan, xatolik qilib qoldi ma'qul. Ana mol-dunyo birlik edi. Keyin andiqachida o'zining o'shilib, Alloh taolo tavba qilib, tavbasini qabul qilib
yani joyda manib ketadi ishlar. Yani bir aslında ba'zi bir ishlarning ko'rinishi keyin bizga ta'lim bo'lgandan keyin insonlarning ulgisi, ya'ni insonlar ichidan Rasululloh ilib kelgan shu ahkamni birinchi yo'lab zaminda amaliy tatbiqlaganlar shu bo'lgan ekan. Bu odatdagi ideal nazariya boshqa, endi real amaliy hayotda uni tatbiqlash boshqa. Demak, tatbiqlagan chaqda bunda insonning har turli xohishlar ardishadigan bo'lg'achqa, bunda ahvol ko'rilib chiqadi. Ko'rilgandan keyin Alloh taolo qanday qildi? Rasulullohga aniq munda bir taraf qilsan deb buni belgilayapti. Ya'ni u sahobalarningki talashtashiga yo'l qo'ymadi. Hozirlikda masalan davlat bosh urush qilsa, cho'ng urushdan kelgan g'animat davlatning xazinasi tushida, askar seniki maoshing va urushda ko'rsatilgan mukofotlarimizda arib qo'ygan hozir 11 to'g'ri ishkanda unda asalimka. Unda hozirgi sharoitda bunday qish bo'lamdi, bo'lmamdi. Bu Qur'oni Karimning aniq nassi xilaf kelamdi, kelmamdi. Ma bir masala, buni hozirgi olimlar balki ijtihod qilgandi. Natija ko'rsatganligiga medal taqib qo'ydi, xolos. Balki maoshini o'stirish mumkin, martabasini o'stirish mumkin. Oltin degandek bir narsani qildi hamda o'ylardi degandek. Shundan o'zgarib ketdi. Lekin asli islomning hukmi nima? Alloh taolo belgilagan narsa shu. Yani buni imom shunda hozirgidek bunda boshqa bir xil usulga o'zgartirish huquqi bormi imomning? Yo'qmi? Yo'q. Ma bir masala. Demak, hamda shu Badr urushida g'anima olganda bu talashtash qilganlikdan keyin oyat tushib, dastlab qilib Banu Qaynuqa nimasidan taxmis qilgan. Albatta shu Badrda ham taxmis qildi hamda. Undan keyin Banu Qaynuqa. Undan keyin shu nimadagi mujohidlarga qilgan taqsimda hammasi barobar taqsim qilinadimi yoki shu? Hammasi barobar bo'ldi, lekin otliq piyoda deb ikki xil ayirdi. Otliqni nechasi, piyodani nechasi. Ondan favqlarda qaramalık ko'rsatgan, bunda bir alaydining bo'lib qolsa, uning ondan imom alay tartib qurdi ashlar. Mesela at sınıf olsun ya ma şemşer ala edi. Şu 70 atlık bo'lganda yetvalığa ishkasa birasa. Lekin hammasi o'xshash ham. Uning ichida kabirni o'tiralgin olsun, dushmanning birini o'tiramagin olsun, ya aeroplanni tushiralgin olsun, tushiramagan olsun, yoki piyodalik atliq olsun, qurol saz olsun, to'g'ri bo'lsa hammasi o'xshash. Balki uning ichida nimaga bishpay o'q atmaymi, jang tugab ketgan odamlar bormi? Masalan, dushman bilan bir qilich chepishmaymi, navbat kelmay jang tugab ketgan odam bormi? Shunda odamning bo'lishi bilan andın düşman o'tiralganlar anda o'tiraldi. Agar bu bo'lmasida buni atrofi ichilib qoldi. Bu shu qatnashganlar. Qatnashganlar shuni kuchlantirib berganlik deb bor. Shunga Chechenlida tankdan bizni $90,000, ay bilan bizni $5,000 mukofot deb qilganlar. Hatta Ruslanda harbiylikdan chiqqanlar usti bo'lgandan keyin qoidasini bilgandan keyin. Shuni ishlatib kiralab, ko'na pishqadan askarincha yallab ishlatib bir tank so'sam $5,000 deb Ruslan o'zining tankisini so'qqizib pullarib bunda ishlatdi. Chunki u odatda bundan chiqqan odamlar tank so'qolmaydi. U qurolni ishlatish bo'yicha texnikalik ishni bilmaydi. Endi ahvoli bo'lgan. Hamda ittafaqal muslimun ala anna al-ghanima allati tu'khadu qasran degan hamda zo'r dushmandan tatib oldigan o'lja min aydir rum debdi. Shu chaqda ama Ibn Rushd yaşagan vaqtda shu jang hozir nada bo'ldi? Ispaniyada, Portugal, Fransiya atrofida bo'ldi-ku. Rumdan shu chaqda dushman Rum tamdi. Xuddi unda Rumdan boshqa dushman yo'qda ekan shu chaqda. Shuni kallasi shunday aytdi. Sharqda tahdid dog'dek. Unda bir ahvol bo'lmagan ekan, o'sha Rum deb qo'yildi. Amaliyotda Rum bo'lsin, boshqa bo'lsin, hammasi kafir dushmanlardan demakchi. Shuni qo'ldan zo'r tatib ildigan o'lja narsalar ma'dal aradin, zaman yani g'ayrimanqullar buning sirtida demakchi. Yo'tkigili bo'lgan mal-mulk o'ljalar anna khumusaha lil imam. 5dan birini imom tarafga ayiramiz. Xalifatul muslimin, yani vazir difa, yani imomul muslimin, raisi davlat deganlar bo'lar, bir taraf qiladi. Ondan 5da 4 qismini o'lja og'illar tushirib oladi. Bu yerda bir ittifoq bo'ldi, nima?
لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل dedi. Demek 5'ten biri ona Allah Resulü için deb ayırdı o. Bundan keyinki 5 türlü kişiler için demekçi. Ondan 5-4 kısmı cansılar ganimet alıyordu. Bunlar gelen şey Ali Resulü deyin de. Ha. Vaxtalafu fil khumsi ala arba'ati madahib meşhura. Khums degeni imam bir taraf kıldığın khums var o. Şunun da meşhur qarashlarni to'tan. Meşhur qarash deganda yani bu asl jiq qarash var. 6-7 qarash var bunun. Lekin meşhurlardan to'tni sanayman demoqchi. Ahaduha annal khumsa yuqassamu ala khamsati aqsamin ala nasl aya. Birinci qarash bu 5'ten biri yani g'animatning 20% yani 5 turga taqsim qilindi. Aş oyatda kelgan bo'yicha. Lekin bu naslarda 5 emas bu. Allah'ın Resulü'nü bir dersiniz. Ha, bir deb sanasa 5 bo'lishi mumkin. Bo'lmasa Alloh bir, Rasul bir, nima? Zil qurba, yatama, masakin, ibn sabil. Bu 6 bo'lib keladi. Demak, nasl oyat desa bu 6 asli. Ikkini bir sansa ma'qul 5 bo'lar. Buni Imom Shafiy shunda deb qaraydi. Ya'ni lillahi va lirrasul deganda 1 deb qarab 5 degan. Wal qawlu thani annahu yuqassamu ala arba'ati akhmas. Ikkinchi qarash bu 4 ga bo'lindi demoqchiman. Arba'ati akhmas degan so'z toza kelmagandek bir Demedim shunaki. Fiqh muqarrarida mana shunday. demak shu xumusni 4 ga bo'lamiz demoqchimi yoki akhmas deb chiqmaydi unda. Agar 5 ga bo'lsak to'q 5dan 1 mayanda bo'lsa, mana 4 da arba'ati akhmas bo'ldi. Lekin 4 ga bo'lsak, unda arba'ati akhmas bo'lmaydi. Demak bu hozir bu yerda 4 ga bo'lamiz deb qaradi deyli. 4 ga bo'lamiz deganda Rasululloh o'lib ketdi. Bugün Resulullah'ın nusqanmıdı. Allah'ın ve Resulullah'ın bir de. Uçadıma 5 türlükten bir türlüke yok azir deb. Ve enne kavlahu ta'ala fe enne lillahi humusahu ve lirrasuli iftitah kelam ve leyse ve kısmen khamisen. Demek hazır ma qarashda arba'ati akhmas emas, şu humusni 4 gadan bölünmez degan qarash. Birinci qarash 5 ga bölünmez. Ma'lum 4 ga bölünmez deydi. Ennehu yuqassam ala arba'a deymiz. Akhmas deganni qilishim. Bu asası şu Ebu Hanife'nin qarshi bu. Enne lillahi ve lirrasul degan bu tabarruk qilish jihatdan so'zni Allah va Rasulining ismini atab boshlashga iborat deb qaragan. Lekin asli taqsim qilinganlicha zil qurba va yatama va ibn sabil to'rtaylan deydi. Wal qawlu thalith annahu yuqassamu al-yawm thalathat aqsam. Rasululloh bachaqda shunda zil qurba batı Rasulullohning. Shu to'rtkin qildi. Rasulullohdan keyin hozir kunlarda 3 kilam ayrıymiz. Zil qurbam yo'q hozir demoqchi. Bu Hanifiy mazhabining qarashidir. Ve anne sahmen nabi ve zil qurba ve sahme zil qurba demoqchi. Yani Rasulullah'ninki urug' tuqqanlarining sahmisi, ulushi saqata bi mautin nabiy sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh vafot bo'lgandan keyin u amaldan qoldi. Wal qawlu rabi'u anna al-khumusa bi manzilati al-fay. 4-chi qarash bu xumus degan fayning hukmini oldi bu. Yani bu imam o'z bir taraf qildi demoqchi. Fay o'xshash imam bir taraf qildi demoqchi. Yu'ta minhu al-ghani wal-faqir. Boy olsun, kambag'al olsun, imam xalqancha o'zi nega ishlatib bir taraf qilaverdi demoqchi. وهو قول مالك وعامة الفقهاء. Bu İmam Malik ve başka qalan fuqahalarning qarashi edi. Yani bir qarashda İbn Abbas 6 ga taqsim qilindi deb qaragan. Yo'qsa mana 6 ga shu oyatda 6 ism bor. Lillah, Rasul, dil qurba, yatama va masakin va ibn sabil. 6 ga taqsimda lillah nima ishlatsa desa, Ka'bani remont qilish, Ka'baning ishi ishlatilmas, Baytulloh olgandan keyin deb bunda. Hocam bunu şular üçün deb kelgan bo'lsa bu chuqum Alloh taolo bu oyatning maqsad shu taqdirdan 6 ga bo'lib qo'ygan manchi bo'lanlar deyin deb chiqmaydi unda. Shu shin deganni olimlar mishalga o'sha oyatga lamni lil istihqoq emas deb turibdilar. Nima sadaqatul fuqara val masakin Vel muallafat qulub va ana fi riqab va masalan qullarning qilishda Alloh kelgan. Ashu fi bilan ishki lamni ishlatgandikan ilmlar nima qilib bu qaysi haqiqat deb ashuna tanishib mumkin. Rasululloh shunda turlarga berdi shuni. Belgemler çok ummayada tajatın azap takbet ekşi bülüşe divaran mezli adam var yani. Mesela ganimet nima ihtiyoji qarab biramda cho'qim o'ylash kerakmi? Bu
Mücahitden bay bir milyonlar mücahit var ki. Uçağa ganimet bağımında onunla. Birinde koyanda Mesela bir cançı var ki. Bu bir milyonlar ki. Allah'ın bir etki. Ya şu ne kanda bir do. Aş humusdan humusidan bir do deydi. Beşten bir mesela. Beşten birine Resulullah ep kaldı. Ep kaldı. Bu beşten birinin beşki bölüp. Bir kısmını Musabil, bir kısmını ana, bir kısmını Zevul Kurbaga, bir kısmını Üze anda Lillahi ve Resul degenne anda Üze anda bir taraf kılıptı. Degan Zevul Kurbaga birikti. Humusul humus ne? Resulullah o'zi bir taraf qilibdi. Xalqam bizga diya qilibdi, xalqam bir muhtojim bir o'tamdi. Shaxsiy mulk bo'ldi vaqtida. Yo'q, shaxsiy mulk emas. Rasululloh shu o'zi tasarruf qilish huquqi quvvatdi buni. Ha, o'zi hal tavobiatiga ishlatamdi. Uni qanday qilsa o'zi tasarruf qilibdi. Bizning shaxsiy bo'ldi vaqtida. Yani shaxsiy mulkdan yani farqi bor odam. Lekin shu tasarruf qilish hamda Rasululloh o'ziga topshirilgan ish. Undan bu Rasulullahning mulki demadi. Lekin Rasululloh sen qanday qilsang bir taraf qilsa da bir taraf qilish huquqi Rasululloh. Lekin shu sarf qilgan o'rin shu 5 turlikdan oshmaydi. Ya'ni masalan, bir turlik hozir bor. Buni bir turlikka berib o'tgan bo'lishi mumkin. Lekin anda 6-chi bir qism bir hamda uni bermaydi. 6-chi bir qismni miskilab, ma 5dan birini ma birdan deb tura olmaydi. zakatga o'xshab, turli kishi yani oladi. undan boshqalar olmaydi. Lekin oldiga Alloh shular. Lekin mayadan nima qilib tekshi bo'lib degan gap chiqadi mayadan. 5 ga 4 bo'lamiz buni deb turibdi. Tapqagandan keyin uni yana 5 bo'lib. Ya ashula tepilsa demak. Ash turlar bo'lsa, ashunda bilib birimiz. Ama uni bakar bir qismini mahrum qilib bundan nima qiladi? Alloh taolo mushun haqqi bor degandan keyin uni mahrum qila olmaydi. Agar ular bo'lmasa-da, masalan, fi sabilillah yo'qken, o'sha fi sabilillah taqsim qilingan ma'lumot bo'libdi. Yetama yo'qken, uninkini ma'lum bir o'tibdi. Lekin yetama bor tursa, ular bermay turib, boshqa qaror qilinmaydi. Umumiy bog'ning rayida shu tekshir bo'lishni qaror qiladi. Bash hammaylar bog'lab qolsa, taqsim qilib turgan gap. Tang dal unda taqsim qilish boshqa bir masala. Lekin hammalarga bir donga. Odatda va Shafi'ning vazifini tas deb hozirgi normal bir shaxs uchunmi qiyin endi. Masalan, bir odam, masalan, hamma turi bor deylar, masalan, 8 tur olmasa 5 tur bor deylar, masalan. 5 turga sen zakat bermoqchi. Aş 5 turga bo'lib, 5 lipobaga soldan masalan. An 5 turlik odamni izlab tepib, uni birdan bir libobini yetkazib qo'ysang tas. Faqirdan bir ashkini uchirtasa, lekin undan boshqa ya muallafat qulubini topa olamsa, masalan, ya fi sabilillah misn tepib, uni bir olamsa, ibn sabildan min topa olamsa, udil kap qilishi mumkin, ushrab qilishi mumkin, lekin garchi shu biraydigan chaqsan, bir ish kunda shuni bir taraf qilib o'tmoqchi zakatni. Uni dal topolmaysan, undan keyin Alloh urg'un chiqmaydi. ta'sim. Demak, yana bir qarashda Ibn Abbas 6 ga bo'lamiz deb oyatning ajnasi bo'yicha Allohning sahmini Baytullohga ishlatamiz deb qaragan. Vallazina qalu yuqassamu arba'ata akhmas aw khamsa. Arba'ata akhmas demaydi va yuqassamu arba'ata ashum aw khamsat ashum deydi. Arba'ata akhmasni men arba'ata aqsam. Aqsam desa bu birga. Bu akhmas desa 5 ga bo'lingan bo'lsa-da, buning har birisi xumusdan ulab 4 tandan arba'ata akhmas bo'libdi. Bu 5 ga bo'linmay 4 ga bo'lindi deb tursa, bu qanday xumusdan 5 degan gap chiqadi bu. Aqsam. Yuqasam arba'ata aqsam aw arba'ata ashum deydi. Bunda deb qaraganlar ixtilafu fima yufalu bi sahmi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Demak, 3 qism bo'ldi Rasulullohning tugida degan o'ch ketdi hozir. 4 ya 3 degan qarashchilar shundan qolib qoldi. Bu Rasulullohning sahmini va sahmi zavul qurbani Rasululloh vafot bo'lgandan keyin qanday tasarruf qilamiz deb ixtiloflashdi o'zaro. Faqala qawmun yuraddu ala sa'iril asnaf alladina lahumul khums. Ash 5dan birdan foydalanadigan boshqa turli kishilarga taqsim qilib o'tamiz deb qardi. Yatama, masakin, ibn sabil degan. Va qala qawmun bal yuraddu ala baqil jaysh. Bular yo'q, bu xumusni oldiganlarga bermaymiz, shu arba'at akhmasni oldigan jangchilarga taqsim qilib o'tamiz, qaytirib o'tamiz debdi. Va qala qawmun bal sahma Rasululloh sallallohu alayhi vasallam lil imam. Bir ko'r bağımlar Rasululloh vafot bo'ldi ma'qul. Rasulullohning o'rnida xalifasi turibdi. Xalifasining o'rnida xalifasining xalifasi. Unda zanjirsimon bo'lib shu Rasulullohning o'rnida turgan shu xalifa shu bir taraf qiladi. Va sahmi zavul qurba li qarobatil imam. Bu zavul qurba imomninki, shu xalifaninki urug' tuqqanlarga. Lekin Rasulullohning zavul qurba hozirmi ba'zi davlatlarda aniq bor.
Mesela Ahl-i Beyt'ten Mısır'da 5000 kinişkisi var Ahl-i Beyt'e. Bunda çıkıyor. Bunda çıkıldı da 1400 yıl jarayonida o neçe 100 ming vakitda o bir cemaatga. Bir er ayoldan neçe avlod oldu, o avloddan neçe avlod olmadi. Hozir bizda bo'g'imizdan hisoblab baqsaqmi, bir ota-onadan hozir 100 adam chiqadi. Unda o'nga bu 1400 yil davomlashsa qancha bo'lib ketadi bu? Saudiyaliklar 27. nevrisiga shu rasm kelmiş. Rasm bu Suudi Arabiston, bu bulam Arab davlatlarida u nasab jihatdan uni o'ynash qilinmaydi. Uni u ham bu ham qilib o'tolmaydi. Hammasi aniq. Yordaniyaning podshosi Abdullahni Ahl-Beytdan qaraydi. Albaytdan ashula. Lekin u Angliyalik ayolni ilib bilan buzdigan. Ahl-i Beyt bo'lishi u ma'sum deganlik chiqmaydi-dan. Ahl-i Beyt tamam, nasab jihatdan shunda tutishdi. Lekin endi bu hozir qanday ahvolda o'zgarib ketdi bu. Rasulullohning nasibiga tushig'anga, sha'niga loyiq ish qilyapti, bu boshqa masala. Abdullahning dadasi Malik Husayn ma'lum buvisi deylar. Cho'ng buvisi shu Makkaninki Sharifitdan. Makkaning valisidir shu. Sharif Husayn. Bu keyin Suudi Arabistonda Muhammad Abdullohab da'vati paydo bo'lib, Al Saud bosh ko'targandan keyin bu Makkaning ta'tili qo'lga o'tgan. Asli shu Makkada zada shu Ahl-i Beytdan ekanligi hamma e'tirof qildigan. Bunda boshqarib kelayotganlar shu Makkani so'rab kelayotganlar shu. Asas u Ahl-i Beytning shu Makkadan chiqar. Shu yerda qilib zada hammalar shu tarix bilan shuni to'laydiganlar shular. Ammo u ham bu ham ketib u yerda qapqonlar jiq Ahl-i Beytdan. Sayyid avlodi deymiz-ku masalan. Xo'ja deydi. Shu Sayyid avlod deganlar u xo'ja yoki xo'ja bular Hazrat Alininki ma'lum bir nasib jihatdan tutashgan avlodni xo'ja deydi. Shu O'rta Osiyoda shu chaqda nima qildi? Ashay jihat qurib, ashada avlodi qapqon. Shu chaqildimi, shu o'zining burun tatib akagan putuk hujjatlari bilan o'zining Ahl-i Beytni isbotlaydigan ahvoli bor. Lekin ma Arablarda unda hargiz u ham bu ketmaydi. Arablar hammasi degandek bu ishlarni yada biladi. Shu qabila hozir Suudi Arabistondami? Hammasi qabila tuzumi shu. Bir qabila bir qavmni shu Abdullah ismidan bilalaydi. Aralashib ketmaydi, mumkin emas. Adil Qarani masalan, Juhani hamma qabila o'zining misolan ba'zi. Odatdagi bu arablar 5-10 bo'sni sanab biraladi qilgan. Odatdagilar. Ammo bildiganlari balki shu Adnan Qahtangazni tutashtirishi mumkin. Lekin Uyg'urdan da ish yo'q-da. Cho'ng dadasini bilmaydi. Mushkil asosan bo'lib qolsa hozir Ahl-i Beytlar alohida imtiyozga ega odamdan chiqqan. Evet, shunda bo'lish kerak aslida. Bu imtiyozmi yoki uning ta'tirimi? Bu bir masala. O'zi boshqa zakot olsa olinmaydi. Masalan, jiq tarafi bormi Ahl-i Beytninki? Shariatlarimiz bor abi. Faqat shu masalan iqtisodiy yoki boshqa muomala jihatdan sal bir hurmatini qilishim Ahl-i Beytda ayrimlar. Bu shariatlarga o'xshash bo'lgan boshqa bir alohida farq qiladi. Alohida sharaflik bir nasab ham. Shunga zakot tursunmaydi. Sharaflik bo'lgan ekan, o zakotga avsaqin narsa bo'lgan ekan, la tahillu lana sadaqa bundaga. Uni ma validil qurba degan Alloh taolo shu Rasulullohninki jamoatini alayda shunda zakot as bo'lmaydigan unda bo'lganda namratullah qilmoqson, xalqning quli qarab qilmoqson deb ataydan bergan bir mukofotim. Uni vaqtalafu fil qarabati manhum, ama validil qurba deb shu Rasulullohning zamonida ma'qul. Shu zil qurba sahmini erishga haqli bo'lgan Rasulullohning urug' tuqqanlari, yaqin tuqqanlari kimlarda? Buni belgilashdimi? Talash tortish bor. Faqala qawmun banu Hashimin faqat. Bir guruh olimlar Imom Malik, Savri va Al-Auza'i ular banu Hashimlar deb qarabdi. Va qala qawmun banu Abdul Muttalib va banu Hashim. Abdul Muttalib jamoati bilan Hashim jamoati ikkisi va Rasulullohning tuqqanlari qatoriga kirdi debdi. Bu İmam Şafii bilan İmam Ahmadning qarshi. وسبب اختلافهم في هل الخمس يقصر على الأصناف المذكورين أم يعدى لغيرهم هو هل ذكر تلك الأصناف في الآية المقصود منها تعيين الخمس لهم أم قصد التنبيه بهم على غيرهم فيكون ذلك من باب الخاص أريد به العام. هل بيات هذا استعصى سببه أش آياتك بشترلك ناس وغوة أش بشترلك ناس بيان قلده Aş 5 türlük tilga ağınğılam xasmı yoki shuningga o'xshagan endi ehtiyojli o'rinlarni o'z ishiga alamdi.
Yani bu ihtilafның manbasi nimasi? Hal zikri tilkal asnaf fil aya. Aş ayette aş 5 türlük narsin dediğo. Zavul qurba ve yetama mesela umud sabil de. Bunun maksat aş 5 türlük narsin muayyen bekitishdi ibaratmi? Yoki 5 türlük narsin misal tariqasida tilga oldi. Manda deb ko'rsatib qo'yganiga shunga o'xshagan boshqa o'rinlig'im basan bo'ldi ekan deb misol tariqasida samak hisob qo'yishda iboratmi demoqchi. Masalan 5 türlük narsa olsa, o çağda 5 türlükten başqa masalihimiz işletsen buldu degan ma'no chiqadi. Agar misol berib qo'ydi desa. Nasılmaydı tamam. Nasılmay o çağda mushuga o'xshagan yani boshqa yo'lni ishlatsan bo'ldi degan ma'no chiqadi. Bayatım biz talash qilgan masala mana chiqdi. Fayakun zalika min bab khas urida bil am. O çağda bu xas narsani tilg'ilish orqali umum necha turli o'rinlarni ko'z tutgan oyat bo'ldi bu. فمن رأى أنه من باب الخاص أريد به الخاص عند ويادا بشتر كشلانة تلقى قال الخاص أريد بالخاص بشتر لكلام مقصد كلنا عندهم باشكل بعميمز جنب وسا قال لا يتعدى بالخمس تلك الأصناف المنصوص عليها أشوف آيات تلقى آغان بشتر يعلم بردو عندهم باشكل يعلم بعميدو دبقرد وهو الذي عليه الجمهور كبسك آلنا مش خارج نبض مش بشتر لكنا معين قل بلغلات كان ماشي ومرة أنه من باب الخاص أريد به العام يا bu 5 türlükni tilga oldi. Bunun maksat bundan misal ko'rsatib berish, uningdan boshqaligimi basan bo'ldi demakchi deb qaragan bo'lsa, qala yajuz lil imami an yusarrifaha fima yarahu salahan lil muslimin. Yani masalahul muslimin ishlasi bo'ldi. Musulmonlar foydali deb qaragan o'rinlarga ishlasi bo'ldi demakchi. Ama sen ko'rik yasamdo, doktorxonada meni sapqamdo, maktabda meni salamdo, masalan واحتج من رأى أن سهم النبي صلى الله عليه وسلم للإمام بعده أمد رسول الله نن ülüşe رسول الله دنكين إزبسار وغان خليفة برلتة دب خرج الله ما ندلل قطة أنه قال إذا أطعم الله نبيا طعمة فهو للخليفة بعده الله تعالى bir peygamberge bir taamni rizq qilib bersa, yegizsa yoki o payg'ambar o'lib ketgandan keyin undan keyingi izbasariga qoladi degan mushadis ekan. Va amma man sarrafahu ala al-asnaf al-baqin aw ala al-ghanimin. Amda Rasulullohning va Zavul Qurbaning sahmini keyingi vaqtlardan undan boshqa qolib qolgan 3 guruhga birimiz deganlar, yetama va masakin ibn sabil bilan birimiz deganlar yoki jangchilarga ham taqsim qilyapmiz deganlar fatashbihan bis-sinfil muhbas alayhim. Demak, jangchilarni bu 3 turlikka, 5 turlikka o'xshatibdi. Yoki 3 turlikni mana o'xshatibdi. Zavul Qurbaga o'xshatibdi. Hukmi o'xshashdi. Wa amma man qala al-qarabatu hum banu Hashim wa banu al-Muttalib fa innahu ihtajja bi hadith Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhum qala قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى لبني هاشم وبني المطلب من الخمس. جبير بن مطعم رضي الله عنهما رواية قيام مشاهدسته رسول الله سهم ذوي القربى غنيمتның 5'ten birinin içindeki 5'ten birine yani Beni Hashim bilan Beni Abdülmuttalibga taqsim qilibdi. قال وإنما بنو هاشم وبنو المطلب صنف واحد. Bir adam da aşında deb qaraganlar Banu Hashim bilan Banu Muttalib bir turlik Zavul Qurbaning ishikirdan ikkisi bir demakchi. Hadisda innama Banu Hashim va Banu Muttalib shay'un wahid deb kelgan. Ikkisi bir gap. Ya'ni bu ikkisi mening urug' tuqqanlarim o'xshash demakchi. Bu Abdulmuttalibning dadasining ismi Hashim. Hashim va Abdulmuttalib an-Nawfal Haris degan hamma mushular Abdumanabning bolalari. Abdushams masalan. Nawfal Hashim, Abdülmuttalib bulanmasa, Abdumanafning bolalari. Demak, bu agar Bani Hashim Rasulullohning o'zining atbolarining jamoati bo'lgandan keyin ma'qul bo'lsin. Endi Bani Abdülmuttalibning jamoati qitilgandan keyin, boshqa tog'larning jamoati ham qitilish kerak, o'xshash darajada ular. Shunga bu Jubayr ibn Mut'imning hadisida Jubayr ibn Mut'im bilan Osmon ibn Affan ikkalan kelibdi ekan Rasulullohga. Rasulullohda bu sizlar Bani Hashimga ba'landi o'zining jamoatlari. Beni Abdülmuttalibning ba'la. Unda Beni Abdülmuttalib bilan bizning darajamiz hozir o'xshash. Bizmi shu tog'larning bolalari hozir.
o'xshash darajada bir navra biz. Bunda bo'lgan ekan bizga uchun bermaylar deb nima qilgan chaqda Banu Hashim bilan Banu Abdul Muttalib degan ikkisi bizga innahum lam yufariquna fi jahiliyatin va la islam. Chunki shu Makkada islom da'vati yangidan tarqalgan chaqda Rasululloh da'vat qilgan chaqda Makka mushriklari bularga bosim qilgan. Hatto bularga siyosiy embargo, iqtisodiy embargo qildigan, elib satmaydigan, ijtimoiy tarafdan to'y-to'kin qilishmaydigan sha'bi Bani Hashimga bir donlikka tag'ning bag'riga aşağı qamab qo'ydi. Bu açlıqda Rasululloh shu nimalarga tashini chigib oldi shuni, ammo ashunda bo'lib ketgan chaqda bu Bani Hashimga Bani Abdul Muttalib yarulak to'lab, musulmon bo'lmagan bo'lsa-mu bular ya Abu Talibga bo'ysunganlikdan, ya shuning ko'nglini yerib qo'ymaydi deganlikdan, yoki hamda tuqqan bo'lgandan keyin buni qo'llashimiz kerak deganlikdan her türlü sebepler tüpelden bu yarıyolakta bo'lgan. Birinden tapstan yap, bunda qilgan. Ondan bu İslamiyet kelgandan keyin, yani İslamiyet Medine'de hükümran bulab nima qilgandan keyin mo davomliq bular Rasululloh bilan mujnani tugan. Demak, lam yufariquna fi jahiliyat va islam. Jahiliyatdan tortib, bu kafir chiqdimi? Banu Hashim bilan nima tugan. Shu jamoatlar o'xshash, bunda havu deyishib tuganlar. Ammo bu Bani Nawfal, Bani Abdishams masalan Osman ibn Affan nesebi Osman ibn Affan ibn Abdul As ibn Umayya ibn Abdishams ibn Abdümanaf mana. Demak, Abdishams jamoatidan. Bular qanday Abdishams jamoati? Bu Rasulullohga havdab yarulakda bo'lmagan. Bular mushrik kafirlar tarafda Rasululloh tarafga besim qilganlar tarafda tug'an. Unda onkin bu yerda munasara masalasi. Unda animo Jubayr ibn Mut'im, Jubayr ibn Mut'im ibn Adi ibn Nawfal ibn Abdümanaf. Bani Nawfal. Bular hammasi masalan Abdishams Bani Nawfal bular qanday oldi desa, masalan Jubayr ibn Mut'im, Osman ibn Affan bular avlad amma jaddihi. Rasulullohning cho'ng buvisining tag'isining bolalari. Tag'isining avlodi. Cho'ng buvisining tag'isining avlodlari. Wa man qala Banu Hashim sinfun fali'annahum alladhina la yahillu lahum sadaqah. Yo'q, Banu Hashimlamta Rasulullohning zavul qurba 5 türlü kişilerin bir qatarlik zavul qurba Banu Hashimdan iborat desa, sadaqa, zakatni asib bo'lmaydiganlar, shu Banu Hashimlamda. Undan ekan, bu qaraba mana mushunlam ko'rsatdi deb munda dalil qildim. Banu Muttalib ular zakat asib bo'laranda? Bo'ldi. Mesela İmam Shafi'i shu Muttalib jamoatidan. Yani İmam Shafi'ninki mesela axir verib Abdülmuttalib'ni tutishdi. Yani Rasulullah'ning nasibi bilan daki Abdülmuttalib kelgan chaqda tutishib qoladi. Shuni İmam Shafi'ning nasibini al-Muttalabi deymiz. Ash-Shafi'i al-Muttalabi al-Qurashi endi nasibining axir. Ahl-i Bayt imamda. Ahl-i Baytda buni tajovuzdan deyish mumkin. Lekin Ahl-i Bayt hozir jig'ishkini o'qib kelsak, shu Rasulullah'ninki masalan Fatimaning avlodlari. Shu Ahl-i Bayt. Endi onun başqa mesela Abbas radhiyallohu anhuning avlodlari bunda kelsa, umumda Rasulullahning tuqqanlari. Lekin sen shaxlan sir jiroqlab ketadi. Ammo asli Rasulullahning avlodi Ahl-i Baytda shu Hasan Husayndan shaxlab chiqqan. Osman radhiyallohu anhu oiladan bola yo'q-ku, Ondan unda bir bola qolganligimiz yo'q. Qolgan nasib shu nabisi. Shu Rasululloh Hasan Husayn yoki Fatima Ali radhiyallohulardan qolgan avlod. Qolgan Rasulullahning taqlarining misal Abbasning avlodi masalan. Vaqtalafal ulama fi sahmin nabiy sallallohu alayhi vasallam min al-khums. Olimlar Rasulullahninki 5dan 1da olgan ulushi haqida ixtiloflar. Faqal qawmun al-khums faqat. Bir guruh olimlar 5dan 1ni ham oladi debdi. Wa la khilaf indahum fi wujub al-khums lahu ghaba an al-qismati aw hadaraha. Demak, g'animat bo'lsa-ham Rasululloh uning qatnashgan bo'lsin, g'animat elingan joyda, taqsim qilingan joyda Rasululloh bo'lsin, 5dan 1ning 5dan 1 Rasululloh yanchiqi chirkitdi debdi. Va qala qawmun bal khumsu was-safi wa huwa sahmun mashhurun lahu sallallohu alayhi vasallam. Yani bir guruh olimlar 5dan 1ning 5dan 1ni oladi. Yana bir narsa tanlab ila oladigan haqqi bor demoqchi. Safi degan Rasululloh shu o'ljuq ichgan narsani isil bir narsa olib qolsa, taqsim qilinishdan ilgari Rasululloh o'zi tanlablam olib qolgan. Masalan, isil shamshardan biz tushdi. Isil dulduldan biz tushdi. Isil bir uzuk masalan. Odat podshohning
seviyesizliğe nasıl oldu? Bundan nasıl olup kalsa Resulullah yaratıp kalsa, halisa, tallıpla hep kılıç hakkı var. Anda kapkağa nasıl andan taksim kılıyoruz. Ve o şeyun yani safi diyen şeyun kan yastafihi min ra'sil ganime. Ya şu ganimetnin ki bütün ganimetten değil, taksim kılmağa aletki ganimetten öz tallıp aldığın bir nasipte deydi. Ya faras oludu mana, ya ki didek oludu, ya bir kululdu, ya bir şemşer, ya ki başka bir narsa. Ve ruya anna Safiye kânet min as-Safi. Safiye mı? Bu müştallab ilvağın naslın qatardan te. Safiye binti Huyey ibn Ahtab. Safiye'nin ismi asli başka etmiş. Safiye oğullıktığında dişim mümkün. Asli Safiye'nin mı? Dehyel kelbimi khas bisinin musket düşken bu. Yani bir binasida kelgan çağda şu dideklimizin tallıval da buyurup kelgan çağda bu Safiye'nin tallabdı iken. Tallagan iken Resulullah'ın kaçtıke sahabıldın birisi bu Safiye Huyey ibn Ahtab'ın kızı o sildim başkaga layık emasdi. Yani o mu yani şu özünün kavminin reisinin kızı. Ve şu derecedeki boğan iken sildim başkaga layık emaydi. Yani ki Resulullah'ın dağısan başkını tallıp aldı onu. Ekilip ondan ihtiyarlığını verip onda bu Allah ve Resulü'nü tallayma edip onun azat kılıp toylığını azat kılıç. Ve ecma'u ala enne Safiye leyse li ahadin min ba'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem illa Ebu Thawr. Ebu Thawr'dan başkalar hem benim ittifak yaptı. Ecma'u yani Ebu Thawr bana taraf çıkıvarsa ya Ebu Thawr belki icma qilib qo'ygandan keyin kelib menda degan bo'lishi mumkin. Ve o'sha icma bakende Resulullah'dan keyin bu başka komandan ya reisler tallab binas ilvas bo'lmaydi deb qarabdi. Faqat Ebu Thawr kelib hamda faynahu qala yecri mecra sahmin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın ölüşünün ornida yani şu Resulullah'dan keyingi xalifa Resulullah'a o'xshashini tallab ilvas bo'ldi. Yani bu narsa hozirmi kuchga ega demakchi. Tallab ilvas bo'ldi debdi. Vallohu a'lamu bis-savab.